Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek 16 qavatli Mavri uylarda turibmiz. 16 qavatli Mavri uylarining 11 qavatda umumiy maydoni 63 kvadratni tashkil qilgan mana shunaqangi yevro remont uyimiz sotuvda. Sizda 100 million so'm pul bormi? Videoni oxirigacha ko'ring. Juda yaxshi variant bilan chiqyapmiz. Ko'rib turganingizdek hozir oshxonasida turibman. Kuxn mebellar deysizmi? Hammasi qilingan aziz obunachilar. Kvadrat ham yaxshi bo'lyapti. Oshxonadan chiqishimiz bilan kattagina koridordan o'ng qo'limizda dushovoy bilan hojatxonasi bitta joyda oxirigacha kafillangan aristonlar bor. Kelishimiz bilan kattagina aytib o'tganim koridor, o'ng qo'limizda spalni xona. Aziz obunachilar, siz uchun hamma mebel jihozlari qoladi. Ko'rib turganingizdek garderob deysizmi, spalni mebel deysizmi, hammasi qoladi. Juda yaxshi variant bo'lyapti. Spalxonadan chiqishimiz bilan to'g'rimizda bizda mehmonxonasi, televizor, konditsioner barchasi qilingan. Hozirgi paytda ijarachiga bemalol 4 million so'mga ijaraga qo'ysangiz bo'ladi. Kreditli dum aziz obunachilar, boshida aytib o'tganimdek 100 million so'm berib, yana 100 millionni variant sifatida sizlarga taklif qilamiz. 200 million berib kreditni davom ettirib ketishingiz mumkin. Hozirgi paytda bankda 310 million so'm krediti bor. Siz aynan 100 million berib bemalol uyimizni через notarius qilib davom ettirib qolganini yana 100 millionni variant sifatida berishingiz mumkin. Juda yaxshi variant bo'lyapti. Bemalol ijaradan uyimizni kreditini yopib yanada foyda qilsangiz ham bo'ladi. Bog'lanishni past raqam qoldiramiz. Tezda aloqaga chiqib uyimizni baraka qilsangiz bo'ladi.